Qizlar, sizlarga bugun tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam Ersar kompaniyasining Vokruq glazi. Bu Vokruq glazimizning strukturasi juda ham quyuq. Mana ko'rsanglar bo'ladi o'zinglar. Xo'p, Vokruq glazimizni ko'z atrofidagi ajinlarni yo'qotadi. Ko'z zreniyasini восстановить qilib beradi va ko'zlarning tagidagi qorayishlarni полный yo'qotib beradi. Nimaga o'ylashlar mumkin, oddiy krem qanaqa qilib zreniyani восстановить qilishi mumkin deb. Men o'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman. O'zimning onamning zreniyalari pastroq edi. Ko'zlarning atrofida ajinlar juda ham ko'p edi. Ajinlarni ketkazish maqsadida bu kremni xarid qildilar va foydalanish jarayonida bilyaptilar, zreniyalari joyiga qaytayotganini. Aytadilar, uzoqdagi avtobus nomerini xira-shira ko'rardim deyaptilar. Buni foydalanayotganimdan keyin o'sha ozgina vaqtdan keyin ko'zim o'sha yarki ko'rishni boshlayapti. Значит, oddiy kremin zreniyani восстановить qilar ekan deb o'zimga aytdilar.